Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Bugun albatta barchaga foydali bo'ladi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidaman. Mana bunday aka eshik romlarning narxini qo'ldan kelgancha akamiz bilan suhbatlashamiz, yoritishga harakat qilaman. Albatta mehnatimizni qadrlab bir dona like bosib qo'yasiz. Eshik rom qo'yaman degan aka-ukalarimizga albatta jo'natib qo'yamiz. Uyda bitkizgan aka-ukalarimizga albatta qo'yishni niyat qilganlarga albatta. Qadrdonlar, mana akamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, endi barchaga qiziq. Aka, romlar, eshiklar nech pul aka? Narxlarini bir boshqatdan aytib ketsiz aka. Qisqaroq, lo'ndaroq tushuntiraman. Bu videoni ko'rganlarga manfaat, demak, yarim soat ko'rib oladigan ma'lumotini 5 minutda berib olaman o'sha ma'lumotni. Mana oq eshik alyumindan, tagi alkofollik, zamok alohida pul hisoblanadigan narsa emas. Mana eshik komplet bo'lganda ruchka zamok birga beriladi. Bu degani shuni olib borib o'rnatib ishlash kerak-da endi. 600 ming so'm, 600 ming so'm. 600 ming so'mlar. Razmerlarini ayting aka. Eniga 60, 70, 80, 90. 600 ming so'm. Bo'yiga 170, 180, 190, 2 metr. 2 metrgacha bo'lgan eshikning narxi bitta 600 ming so'm. Bo'ldi, 600 ming so'm. Bu. Buni mana aytib, unda yana aytib, bunday degan gapni keragi yo'q. Eshik o'sha vazifani bajaradi. Olib borasiz, o'rnatasiz. Kirasiz, chiqasiz shu. Endi bunda boshqa xislatib bo'lmaydi. Bu negativchilar yozadi. Nimaga bu 600 ming so'm? Bu negativchi gap to'g'ri gapirib oladi-da. Qisqasi mana alyumin eshik, tagi alkofolli, oynali, ruchka zamok ichida 2 metrgacha bo'lgan narxi bitta 600 ming so'm. Shu eshikda mana qarab turing. Manasi bo'yiga 210. Endi bu 2 metrdan o'tib ketib qoldi. 210 bo'lib qoldi. Eniga 80ligi to'g'ri, 90ligi bor. Tagi alkofolli bular ham ruchka zamok komplet joyida 700 ming so'm. 700 ming so'm. 700 ming so'm. Endi shularda mana pramugali deyiladi. Pramugali. Mana tepasidagi pramuga deymiz. Bo'yiga 220, 230, 240. Eniga 80, 90. Tagi alkofolli ruchka zamoklari bilan 730 ming so'm. 730 ming so'm. 30 ming so'm qo'shilib qoladi razmer balandligiga. Razmer pramugani hisobiga qo'shilyapti. Endi mana shularda 2 qanotligi bo'ladi mana. 2 qanotli eshiklar. Eniga 110, 120 bo'ladi. Eniga 110, 120. Bular o'sha standartga kiraveradi. Bo'yiga 210, 220, 230, 240 gacha. Bitta narx. Bitta narx. 1 million 100 dan devordik mana. 1 million 100 ming so'm. Qadrdonlar. Mana ko'rib turibsizlar. Alkofon ekan. Mana shu videoni ko'rayotgan odam keladigan bo'lsa, eshik oladigan bo'lsa, 600 ming, 700 ming, 730 ming so'm, 1 million 100 narx aytildi. Qo'shilmaydi bunga. Degandan keyin 10 ming so'm qo'shildi, 20 ming so'm qo'shildi bas. Dastlabki pastapkalarni aytib ketsiz aka. Bugun 2026-yil 14-yanvar. Lekin qachonki oynakka narx qo'shiladi, alyuminga narx qo'shiladi, o'sha vaqtda bu narx o'zgarishi mumkin. Biz buni aksiya deb gapirmaymiz. Balki bu Navruzgacha bo'lar. Balki bu yoz bo'yi bo'lishi ham mumkin, sezon bo'yi. Yil bo'yicha ketar. Yil bo'yi. Endi bu degani haligi ertaga kelsa biz oynak qo'shildi deb gapirmaymiz. Kelsin, hozir mana shu narxda olaversin. Hozirgi kunlarda shu narxda. Mana shu jigarani yetib qarang. 2 metrgacha. 2 metrgacha. Eniga 70, 80, 90. Bularning bo'yi ham 180, 190, 2 metr. Mana shu qator xohlagan tanlab oladi. 750 ming so'm tagi alkofolli eshik bo'lyapti. 750 ming so'm. Telefon kelyapti, biz o'rganib qolamiz. Telefon qilsa olmasak olmadi deyilmaydi. Sabab mana hozir syomka qilyapmiz. Boshqa vaqtda klientlarni bo'lib qolamiz, o'sha vaqtda ololmasligimiz mumkin. Xo'p, qarang. O'sha eshiklarda 210ligi. 210lik razmerdagi. O 210 bo'ldi. 880 ming so'm. 880 ming so'mdan qadrdonlar, juda ham arzon. Shuni pramugalilar bor mana. 220, 230, 240. 900 ming so'm. 900 ming so'm. 900 ming. Bitta savol ekan, aynaklari o'zgarsa narxi o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yo'q, aytyapmanki, qachonki oynaklarga narx qo'shiladi, oynakka, alyuminga narx qo'shiladi. Shunda qo'shiladi. Endi bu ham qancha qo'shiladi? 20 ming qo'shiladi, 30 ming qo'shiladi. Bunaqalarga 100 ming, 50 ming so'm razisa qilmaydi. Xo'p, endi mana shular 2 qanotligi mana. Eniga 110lik, 120lik bo'ladi. Eniga 110, 120, bo'yiga mana 220, 230, 240. Bitta narx. 1 million 350 ming so'm.
Tagi alkofulli. 1 million 350 ming so'mga qadrdonlar. Xo'p, eshiklar tugadi mana. Oq eshiklarni aytdik, karishli eshiklarni aytdik. Obunachilarga ham vaqtini olib o'tirmaymiz. Yerdan boshlaymiz. Xo'p, mana. Eniga 80, 90, 1 10 bo'ladi. 80, 90, 1 10. Bo'yiga 140, 150, 160, 170 gacha bo'ladi. 400 mingdan ketdi mana shular. 400 mingdan. 400 mingdan. Razmerlarni tushunib oldinglar-a qadrdonlar? Plastikdan. Plastikdan. Oynalar 2 qavat. Oynalari 2 qavat ekan. Ruchkalari ham bor ekan qadrdonlar. Xuddi mana shuni jigarranglari. Jigarranglari qolib ketdi. Jigarranglari ham. Xo'p. Bu ham eniga 90, 1 10 bo'ladi. Bo'yiga 140, 150, 160, 170 gacha. 650 ming. 650 ming so'm ekan qadrdonlar. 650 ming so'm. Endi oqlarda mana qarang. Xo'p, eniga mana 120. 120 ekan. Shuni mana eniga 120 bo'ldimi? Bo'yiga 140, 150, 160, 170 bo'ladi. 130 larda ham shunday. 130 larda mana. Bo'yiga 140, 150, 160, 170. 480 ming so'm. 480 ming qadrdonlar nihoyatda arzon ekan. Hali qolib ketdi mana shular. O'sha biriga 1.5, 1.60 lar degan bo'ladi. Shular hammasi. Aytib o'tgan razmerlari mana. Jigarrang oyna qo'yilgani bor, oq oyna qo'yilgani bor, lekin puli bir xil. Puli bir xil ekan. Hech qanday aynada farqi yo'q ekan. 400 ming so'm ekan. Razmerlari eshitdinglar. Endi portchkalarda aytganki, mana 80 ming so'mdan boshlanayapti. 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan. 30 ga 40, 50, 60, 70, 80. Endi buni sanaguncha rosa vaqt ketadi. Eng arzon nech pul aka? Eng kichigi, eng arzon nimasi? Nech pul aka? 70 ming so'm 30 ga qaradi. Ha, eng kichigi 70 ming so'mdan boshlanadi. 70 ming so'm. Qarang, 60 ga 130. 220 ming. 220 ming. 60 ga 120, 210 ming. 210 ming ekan. 60 ga 200 ming. Xo'p, tepadan pastga 10 mingdan pastga kelaveradi, pastdan tepaga 10 mingdan qo'shilib ketaveradi. Yana bitta narsa. Jigarranglarida ancha qimmat yuradi, jigarrang. 60 ga qarab portishga mana. Ha, ko'p qo'yaman shundan. 200 ming so'm. Qadrdonlar biladi, portchkalar 200 ming so'mdan. Xo'p, 40 ga 50. 190 ming. 190 ming. 180 ming. Ikki qavat aynaylar aka. Yo'q, bularda ikki xil bo'ladi. Aha. Bularda ikki qavatli ham bor. Bir qavatli ham bor, ikki qavatli ham bor. Ta'sir qilmaydi. Bir-biriga ta'sir qilmaydi. Pulliga ta'sir qilmaydi. Pulliga. Ikki qavatli ham bir qavatli ham. Ha. Xo'p, standart dizellar jigarrangidan. Xo'p, standart dizellar. Eniga 120, 130, 140 bo'ladi. Bo'yiga 150, 160, 170. 1.5 ga 1.5 ham bor. Shuni ichiga kiraveradi bular. 720 ming so'mdan ketdi bular. 720 ming so'mga xaridorni o'zini talabiga qarab turib, misol uchun mana high-tech fason yasaganmiz. 130 ga 150. 480 ming. 480 ming so'm qadrdonlar. Ruchkalari bilan. Ruchkalari bilan ekan. Boshqa razmerlarda ham shunga o'xshagan yasab beraveramiz. Yasab beraveramiz deganimizni isbotini ko'rsatamiz. Qadrdonlar, to'g'ri kirib ketyapmiz. Menimcha mana sexga kiryapmiz. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri o'sha ishlab chiqarish jarayonini ko'ramiz. Nimagaki biz yasab beraveramiz bizda. Mana shu hozir aytilayotgan razmerlardan tashqari xaridorlarni o'lchamlari boshqacharoq bo'lsa, o'sha o'zini o'lchamiga moslab turib yasab beriladi. Mana shuni ham bir narxida qanaqa bo'ladi aka? Narxi qiziq. shuni ham bir kishi buyurtma beryapti. 70 ga 170. Ochiladigan qilib mana. Bu o'sha xaridorning buyurtmasi. Aka, zakazda narxi o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Zakaz qilsa, misol, shu razmerlarda o'zgaradi. Ha, zakaz qilsa narxlari o'zgaradi. Bu turganlari alohida narxda shu turilgan chiqarilgan holat. To'g'rimi aka? Bor narsalar, bu yerda bor narsalar standart deb gapiriladi. Standart, Ularni ko'p miqdorda ishlab chiqarib qo'yiladi, narx arzon. Endi o'zgarish qilgandan keyin albatta o'zi narxi o'zgaradi. Ozgina miqdorga, ko'p o'zgarmaydi. Katta farq qilmaydi. Mana Polshada ko'ryapsiz. Har xil razmerda bor ekan qadrdonlar. Mencha set ketirdik. Mana bular. Ishlab chiqarish jarayoni kelyapti. Ishlab chiqarish formalar. Mana ketyapti ekan, ustagalarimiz olyapti ekan. Mana sexga to'g'ri videoda uzmasdan to'g'ridan-to'g'ri mana ko'rsatib boryapman. Qadrdonlar. Standart eshiklar mana shu yerda tayyor bo'lar ekan. Arzonligi sabablarini aytay ekan. Material birinchi qo'ldan olinadi.
material birinchi qo'ldan. Birinchi qo'ldan olingan. Bu yerda ishlab chiqarib, shu yerda sotiladi. Shu tayyor bo'lyapti. Mana xomashyosi. Birinchi qo'ldan akamizga kelar ekan, shuning uchun narxlari arzon ekan. Qadrdonlar mana. Xo'sh, mana zirga ham kirdik. Mana jarayoni ketyapti ekan. Videoni uzmayapman. Qadrdonlar foydali bo'lsin albatta. Uni o'rnatganda, montaj qilganda обязательно mana piyani ishlaydi. Bu piyani mana qara o'tadi. Biz ishonchli, tekshirilgan, sifatli, arzon piyani sotamiz. Ko'chadan bir joydan piyani izlamasin. Deganda qayergadir piyon olyapti, qatmas ekan, yetmas ekan qiladi. Oddiy mana shu 50 ming so'm. 50 ming. Ikkita eshikka, ikkita derazaga yetib ortadi. Yetadi bemalol. Minus bo'y, ob-havo tanlamaydi. Boshqa ishlayveradi. U sariqdan aka. Sarig'idan Aka anaqa yaxshisidan. yaxshisidan. 5 yildan beri faqat bir xil piyani sotamiz. Piyonalarimiz sifati zo'rligi uchun. Ha, penani ham shu yerdan olib kelsa yaxshi deysiz-da, aka, to'g'rimi? Bizga qo'ydi. Ko'proq joyga yetadi. Misol bu do'konlardan, boshqa do'konlarda olganiga qaraganda yaxshi. Qaydandir olish kerak. O'shani mana shu yerda olyapti. Birinchi o'rinda arzon olyapti, ikkinchi o'rinda sifatli ishonch olyapti. Xo'p, qarang. Eniga 150, 140, 160 uradi. Bo'yiga 170, 180. Bular hammasi standartdan chiqib qoldi-ku. Endi bular 650 ming so'mdan. 650 ming so'mdan ekan. Eniga mana boshqadan tushuntiraman. Eniga 140, 150, 160, 170 gacha bor. Bo'yiga 150, 160, 170, 180 gacha ham bo'ladi bularda. 150 ga 180, 650 ming so'm. Tushunganlar, qadrdonlar. 650 ming. Eniga 170, bo'yiga 150, 650 ming so'm. 650 ming so'm. Qadrdonlar, barchasini razmerlari yaxshi tushunib olasizlar. Lakassasini ham qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa bemalol kelib, mashidan xarid qilsanglar bo'laverar ekan. Bular darvoza fason deb gapiriladi. Darvoza fason ekan. Eniga 2 metr, eniga 180. Ikki xil bo'ladi bular. Ikki xil ekan. Bo'yiga 150, 160, 170, 180. Endi tushuntiraman mana. Mana jigarrang, eniga 2 metr, bo'yiga 160 ha. 1 million 350 ming so'm. 1 million 350 ming so'm ekan qadrdonlar. Shuni olasizlar. 1 million 250 ming so'm bo'ladi. Endi mana oqidan. Xo'p, mana eniga 180. Qadrdonlar, eniga 2 metr ekan. Bo'yiga necha aka bu? 180 bu? Bu 170. 170 ekan. Xo'p, mana buni ham qisqa tushuntiraman. Eniga 180, 2 metr bor ha. 180 ligini oladigan bo'lsa 850 ming, 2 metrni olsa 950 ming. Bo'yini qizig'i yo'q. 1,5, 160, 170, 180 ketaveradi. Mana shu ham mana bir kishini buyurtmasi. Eniga 230, bo'yiga 170, hayting fasonda yasalgan. Buyurtmasi qoqish mashina ekan. O'ynaga 2 qavat. 1 million 200 mingga yasalgan mashinasi. 1 million 200 ming so'mga yasab beribdi. Xohlagan razmerlarda bor ekan, ular standart razmerlar bor ekan. Bemalol zakaz qilsanglar, mana romlari bor ekan akamiz. Bular buyurtma asosida. Buyurtma asosida. Romlar aka. Eniga 2 metr. Bo'yiga 278. Hozir mashina soni 1 million. Qo'ying hozir narxi esingizda yo'q ekan. Qisqasi bir kishini zakaz mana shu. 3 ta 4 ta mashina bir kishini. Bu narxini hozir esdan chiqib o'tganmiz. Bu degani boshqa o'lchamlarda kelsa ham, xohlagan o'lchamida yasab beramiz, kelishilgan narxlar asosida. Shu yerga kelsa, xudo xolasa kelishilgan holatda xohlagan razmerda yasab berasizlar. Aka, eshik necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldingiz? Dogovor bo'lyapti hali. Men yuklayapman. Siz yuklayapsizmi? Xo'p, eshikni qanchaga beryapsiz? Eshikni qanchaga berdingiz? Eshik qancha bo'ldi aka? Necha pulga? Penasi bilan. Necha pulga? 670 ga. 670 ming so'mga penasi bilan ekan tayyor bo'libdi. Xo'p, dastlabki masalasiga keladigan bo'lsak, dastlabki shu yerda shofyorlarimiz bor. Ko'chada siz gaplashadigan mashinadan ko'ra bizdagi mashinalar arzonroq bo'ladi. Ko'chada siz o'rnattiradigan ustangizdan ko'ra biz ustalar arzonroq o'rnatadi. Bular ishonchliroqlar. Biz ustalarimiz professional deb gapiramiz. Har qanaqangi joyga o'rnatib keladi. Bular o'rnatgan joyda hech qachon muammo chiqmaydi. Endi kelib turib mana eshik bular ko'yga bunaqa ekan. Razmerlar tushunib oldinglar. Bemalol mana shu akamiz raqamini qo'yib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Lokatsiyasini ham qo'yib qo'yamiz. Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumanida ekan. Bemalol kelib, aka eshiklarni o'rnatsanglar bo'lar ekan. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Albatta bir dona like bosib qo'yasiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qiling.